Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p. Kommentariyaga yozishgan mana shunaqa stolni orqasini qanday tayyorlashni xosligiga mana ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar. Bunaqa ikkita nima olamiz orqasiga. Mana o'zimiz uchun qolip yasab olganmiz mana shu yerda. Hozir ko'rsatamiz. Mana shunday qolip yasasanglar, xudo xolasa stullaring tekis chiqadi. Mana qolip. Mana bu tomoniga ham обязательно qo'yish kerak. Mana bunday. Mana profilchani qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana mashq holatda qo'yilib mana svarka qilinadi. Shunda bu tekis chiqadi. Shu svarka qilganda ham tortib ketmaydi boshqa joyga. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shunday turish kerak. Agar mana shu narsani qo'ymasanglar, bu svarka qilganda buralib boshqa joyga tortib ketib qoladi, keyin stollaring qiyish chiqadi. Mana bunaqangi qolipga tushmaydi keyin. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziq videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.